oshirish uchun mana aytaylik necha xil kombinatsiyasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun 4 ta noldan boshlab 4 ta birgacha bo'lgan kombinatsiyasini sanab chiqamiz. 16 xil kombinatsiya bo'lishi mumkin. Hop, 0 va hokazo. Va nechta almashadi dedim? 3 4 5 6 7 8 ta. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hop. Bu 4 ta almashadi, to'g'rimi? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Tosh ketdi. Mükemmel bozuldu. Toptukta. Şurada böyle bunun numara oldu. Muhtemelen başlıca yazılırken ekranımız de. Sonra 9 sefer olurken ekranımız. 3'te 4'te. 4'te. Hop. Bu her ikide de bu her ikide de endi nechi xil funksiya hosil qilishimiz mumkin degan savol. Buni javobi oson. Aytaylik, mana buni 0 birlarini anaqa kombinatsiya soni 2 darajasi 16 ta. Nechta millionni yaratgan o'tib ketsa kerak, bilmayman. Son bo'lishni 2 darajasi 16 ekan. Darajalarni ifodalab olishimiz mumkin. Endi aytaylik, 4 x ga 0, x ga 1, x 1 va hokazo bularni kirishlari shu chalkashmay shuni 1 2 3 4 chiqaylik. 1 2 3 4. Xohlasalar ABCD desanglar ham bo'ladi, farqi yo'q. Muhimi tushunishlari, demak x1 kirish, x2, x3, x4 kirish. Xo'p, aytaylik x1 kirishimiz ham, x2 kirishimiz ham, x3, x4 ham hammasi 0 bo'lganda chiqishdagi funksiyamiz 1 bo'lsin. Endi uchalasi 0, x4'imiz 1 bo'lganda kirishimiz 0 bo'lsin va hokazo. Mana shunday ketaversin. Istalgan qiymatni, misol uchun istalgan qiymat qo'yib chiqyapman. Shunchaki. Xo'p, misol uchun 4 tarafdan 1 kirish bo'lganda bu chiqishda 1 bo'lsin. Xo'p. x1, x2, x3 kirishlarning 1 bo'lib, bu 0 bo'lganda 0 bo'lsin. Aynan mana shu funksiyani beradigan qurilmani qanday yasaymiz degan savol. Buni javobi oddiy. Buni hamma biladi. Mana buni hosil qilishimiz uchun, ya'ni birinchisini hosil qilishimiz uchun x1 ning inkori ko'paytirilgan x2 ning inkori ko'paytirilgan x3 ning inkori va hokazo x4 ning inkori bo'lishi kerak. F funksiyasi. Sho'rmasanglar qolgani 0 bo'lib bitta mana shu chiqishini xohlasanglar, mana shu funksiyani yozsanglar, shu narsa bo'ladi. Ya'ni hammasi inkor bo'lganda 0 kiryapti. 0
qo'yinglar. 0 2 1. 1. Xo'p. Endi qolgan har qandayda, mana qolgan har qandayda bir bor, bir ishtirok etyapti. Qaysidir biri birga teng bo'lib qolsa, uning inkori 0 bo'ladi, ko'paytma nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Ya'ni mana buni hosil qilish uchun demak mana bundan foydalanamiz. Endi ikkinchisi va hokazo. 0 1 ni ifodalashimiz kerak. Xo'p, buning uchun x1imiz 0 1 x1 ni inkori x2 ni o'zini yozaman. Nima uchun? 2 ni to'g'raydi nima turibdi? 1 turibdi. Va hokazo. x3 ni to'g'rayga nima yozaman? Inkor yozaman. x4 o'zi va hokazo. Nechta birim bo'lsa, o'shancha yig'indili funksiya hosil bo'ladi. Keyin buni minimallashtirishning usuli bor. Ya'ni hozir nechta birim bor? 1 2 3 4 5 6. Aytaylik, masala ishladik. Biz senlar bilan qavsdan tashqariga chiqarib yuborib. Ya'ni misol uchun mana bunaqa joylari bo'ladi. x1 x2 plus x1 x3 bo'ladi. Bunda x1 ni x2 deydi. Bundan x2 ni qarshiga chiqarib olsam nima bo'ladi? x1 ni inkori plus x1 ni o'zi. Bu mana bu qarshigacha birga teng. x2 bo'lib qoladi. Shunga o'xshagan funksiyani eng minimal qiymatini hisoblashni oson yo'li bor. Demak, buni Karnov kartasiga solib hisoblashimiz mumkin. O'shaning uchun Karnov deyiladi. Karnov kartasida nima qilamiz? Xo'sh. Bundan keyingi paragrafim nima bo'ladi? Mana bu jadvalning ko'rinishini o'zgartiraman. x1 x2 x3 x4. Farqot dominan darsi ko'pingizda, to'g'ri? Mikrosfonda nega deydi? Bemalol o'tirasiz ko'radi. Hop, 0 degan kombinatsiyasini oldik. Aytaylik x3'imiz 0 0 1 degan kombinatsiya oldik. Endi mana buni joylab chiqamiz. Eng muhim mana. Xo'p, buni 4 ta 0 bo'lganda, ya'ni 0 kirish bo'lganda 1 bo'lsin. Xo'p, mana 0larni ahamiyatini yozmaymiz. 0 1 bo'lganda, ya'ni 0 1 bo'lganda 1 bo'lsin. 0 1 10 bo'lganda, 0 1 10 bo'lganda 1 bo'lsin. Xo'p, 10 bo'lganda 1 bo'lsin. 10 bo'lganda 1 bo'lsin.
11. 10, 11 bo'lganda 10, 11 bo'lganda 1 bo'lsin. 11 ga 11, 11 ga 1 bo'lsin. Bu shunaqa kaltaki, mana shu jadvalda tasavvur qilsanglar, sferik jadvalda bu. Bunaqasiga, bunaqasiga. Ya'ni aytmoqchimanki, mana bu katakni olsak, mana bu katakni olsak, mana shu katakga eng yaqin kataklar mana bu katak, bu katak, bu katak, bu katak. Mana bu katakni oladigan bo'lsak, bunga eng yaqin kataklar bu katak, bu katak, bu katak va mana bu. Bunga yaqin kataklar, demak bu katak, bu katak, bu katak va mana bu katak. Hop, bunga yaqin kataklar, demak mana bu katak, to'g'rimi? Bu katak, bu katak, bu katak. Hop, bunga yaqin kataklar, demak bu katak, bu katak, mana bu katak, mana. Hop, endi demak mana buni qanday ifodalashni boya ko'rsatdim. F funksiya x1 o'rniga nima qo'yaman? x1 ning inkori, x2 ning o'rniga nima qo'yaman? x2 ning inkori, x3 ning inkori, x4 ning inkori. Hop, plus. Buni qo'yaman. Bular atrofida hech qanday yaxshi katak yo'q, o'shaning uchun qisqaradigani yo'q. Demak, x1 ning inkori, x2 ning o'zi, x3 ning inkori, x4 ning o'zi. Bu hech qanday qisqarmaydi. Keyin mana buni yozaman. 0 1 1 0, to'g'rimi? Plus x1 ning inkori, x2 ning o'zi, x3 ning o'zi, x4 ning inkori. Bular hech qanday qisqarmasin. Endi mana bu yerda qisqaradi. Mana bu guruhni qisqarishini qanday bilamiz? 1dan 1ga o'tganda qisqarmaydi, o'zi yoziladi. Ya'ni mana buni qiymati 1 bo'lgani uchun x1 ni o'zini yozamiz. x2 miz eng qizig'i mana bu guruhda o'zgaryapti. 1dan 0 ga o'zgaradi. Yo bo'lmasa 0 dan 1 ga o'zgarsa ham farqi yo'q. Bu qisqarib ketadi, yozmaymiz. Va mana bu guruhda yozamiz. Bu guruhda o'zgarmayapti. x3 ham x4 dan o'zgarmayapti. To'g'ri? x1, x3, x4. Hop, endi mana bu guruhda yozamiz. Bu guruhda yozsak, demak bu guruh bo'yicha mana bular o'zgarmayapti. Bunaqasiga-ku. x1 ham x2 ham o'zgarmayapti. Ya'ni bu guruhda yozaman. Plus x1 x2 ni inkori, x3 imiz o'zi, x4 imiz qisqardi. Hop, demak 1 2 3 4 5 ta e'lonni ko'rishlik kerak. Hop, mana bunda mana 1 2 3 4 5 6 ta edi, o'sha bittaga kamaydi. Bizda 1 2 3 4 5. Ixchamlashdi. Soddalashtirdik. Boyagi oddiy ma'noni amalga oshirish uchun ko'rib turibsizlar, qancha tranzistor ketyapti. Oddiy bitta mana buni amalga oshirish. Shuning uchun elektronikada soddalashtirish muhim narsa. Demak, karma kartasidan foydalanib soddalashtirishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi bu shunaqa soddalashmaydigan turiga kelib qoldi. Yana bir misol qilib tushuntirib beraman. Boshqacha. Funksiyani o'zgartirsak, aytaylik. Funksiya ikkita qilsa bo'ladi. Xohlasanglar ikkita qilayman, xohlasanglar
4'te qiling. Aytaylik, mana qarang. Hozir qisqaradigan qilonni, qisqaradigan qilishni oson yo'li bor. Hop. Bir xil funksiyalarimiz biri ko'p bo'lsa ham, chiqishlar ko'p bo'lsa ham, juda soddalashadigan joylari borda. Ya'ni, mana qarang. Aytaylik, 0 deb bir bo'lsin, xuddi mayli. Bu safar 0 dan boshlaylik. 0 1 bo'lsin. 0 Hop, nechta chiqish bo'lyapti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta chiqish bo'lyapti. Hop, 7 ta chiqish bo'lsa, demak, bu yerga funksiya boyagi ko'rinishda yozsa sig'maydi. Lekin hozir soddalashtirishdan foydalanib, bir yo'li eng sodda holatini yozamiz. 0 dan 10 ni yozamiz. Qaysiga yozaman birinchi? 0 dan 10 o'lchakka. 10. Mana bunga yozaman. Tushunyapsizlar? Hop. 0 dan 11 ga yozaman. 0 dan 11 ga. Mana ko'ryapsizlarmi? Nima uchun buni yonma-yon qo'ydim? Sababi bu guruh bo'lsin. Soddalashtirishim uchun. Hop. 0 1 0 Yomon ko'rgan bolalarimga ertaga masala tuzayotganda orasini ochib tashlab bir 8 ta qo'yaman. 0 1 0 O'sha ikki chatardan chatardi. Hop, bu baribir uzoqlashmoqda. Hop, 10 0 10 0 10 Hop. 11 0 11 0 11 10 Endi mana qarang. Buni zo'r qanaqasi bor? Taraf bor. Mana bu bor. Mana bu bor. To'g'rimi? Bunga yaqin hech qanday guruh yo'q. To'g'ri, xastalik. Mana bunday guruh. Endi yana bitta guruh bor. Mana bu guruh bo'lishi kerak. Lekin bu mana bu shaklda joylashgani uchun bu soddalashib. Ikkalasini ichiga baribir mana bu element kiryapti-ku. Shuning uchun u soddalashib ketadi. Biz demak nechta guruh hosil qilar ekanmiz? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. 7 ta boyagi qo'shiluvchini hozir 4 taga soddalashtirib chiqardik. Demak, r funksiyamiz barobar. Mana buni yozaman. Demak, x1 ni birinchi mana buni yozsam chalkashmaydi. x1 ning inkori, x2 ning o'zi, x3 ning inkori, x4 ning inkori. Hop, buni yozaman. Plus bu birdan birga o'tyapti x uchun, to'g'rimi? Mana buni yozib olaylik. Birinchi x1, x2 ning inkorlari, x3, x4 ni nima bo'ladi? Qisqarib ketadi. Hop, plus. Yana mana bu guruh. Bo'pti, mana bu guruh. Bunda x1 o'zi qoladi. x2 qisqarib ketadi. x3 inkori, x4 ni o'zi. Hop, bu guruhga yozaman. Mana takrorlanadi. Plus x1 qoladi, to'g'rimi? x2 qisqarib ketadi. x2 qisqarib ketadi. x3 o'zi 4 x4 ni inkori. Bir taraflarsiz. Demak, nechta ko'rinish ekan? 1, 2, 3, 4. Başlayalım